Yo barchalarga salom bo'ldi. Sizlar bilan yana o'sha banta to'sida. Короче, bo'ldi. Bugun Lucky Block'li One Block o'ynaymiz. Turistlaring bu modda tayyorligingizlaring ikkinchi qismda aytaman tayyorligingni unga o'ntagan avval boshlaring. Bo'ldi hech bitta kelmaydi. Xavotir olmasa bo'ladi. Trillion yillardan yana Olayında. Böyle Telegram'da yazıyor. Короче, böyle bugün Lucky Block'li One Block oynayamiz. Bunlarda bunga men juda ham Короче, bunga men bu modni izlashga juda ham ko'p vaqtim ketdi bola. Bu o'tmaydi mana kreativga. O'shaning uchun bu yerga tushganinglardan mana unaqa narsalarni beradi sizlarga. Mana da turadi taxtboq, stack nima desam bo'ladi? Stack toshlar, shunaqa narsalar turadi bo'ladi. Bola kanalimga 200 obunachi yig'ilishi bilanoq men bir mod qo'shaman, horror mod. Unda o'ynaymiz da bo'lar. Bola ko'ziga qarab qo'yibman. Tushib ketib bo'lib qopman. Tushib ketib bo'lib ketdi. Mayli, bu yerga yana qaytib kelamiz bo'lar. Biz hozir ashqa boramiz bo'lar. Lucky Block'lar hamma yerda joylashgan. Hozir biz anaqa borib ko'ramiz. Bola juda ham tez rivojlanib ketyapti. Sizlarga rahmat. 10 tagan like yig'ilishi bilan men mana shu modni qayerdan olganimni aytaman. Ve doğrusunu aytsam ko'p vaqt video chiqarmay qo'ydim. Chunki hatto 20 ta ham prosmotr yig'mayapti bo'ldi. O'shanga nega shorts qo'yibdi, ular yaxshi 2000, 3000, 4000 shunday prosmotr yig'yapti bo'ldi. Shuncha odam ko'rib turib like'lar bosmay ketadi bola. Like bosib qo'yinglar bola. Hammasi yaxshi bo'ladi. Biz 200 ta bo'lamiz va horror mod qo'shib horror modda o'ynayman. Uni ham o'sha Telegram kanaldan topganman. Birovning Telegram kanalidan. Bu modda horror moddan bor bo'lar. Mecbur horror moddan bor bo'lar. Bemalol ishlacha chiqib horror modda mazza qilib o'ynasalaring bo'ladi bola.
oxirgi marta ko'p shortsiz qo'yibman bola bilsalaring. Chunki men tezroq 200 ta bo'lmoqchiman. Buni o'rnini bosib qo'ysalaring bo'ladi. Kommentariyaga bosdim desalaring, men albatta kommentariyadan o'qib sizlarga ham obuna bosib qo'yaman. Qaytaraman bolalar. Obunani. Bola, undan oldin men sizlarga bitta kanal tavsiya etaman. Bo'lar shu paytda stop. Bo'lar mana shu kanalga obuna bo'lib qo'yishlarini iltimos qilaman. Chunki bu meni ham kanalimda obzor qilib o'tgan va men ham obzor qilib o'taman. Bo'lar 1-aprelgacha maqsadi juda katta maqsadi 1K bo'lish. Mana o'zlaring ko'ryapsizlar. Mana 1-aprelgacha 1K bo'lsak 100 ko'rsatamiz deyapti. Bo'la obuna bosib qo'yasizlar deb o'ylayman va kommentariyaga kirib Vantat o'zibi pastki FFdan salom qoldirishni unutmanglar. Bo'la xo'p, yana videoga qayta oldik. Bo'la Game Off'ga obuna bo'lib qo'yasizlar deb o'ylayman. Chiqmasa bo'lar qarilar. Game Off hammasi katta harfda, keyin kichkina harfda, qishloqda odam xor deb bossalaring chiqadi bo'lar. Birinchisida turgan bo'lar o'zi. Kommentariyaga albatta Vantat o'zi bilan salom deb yozib qo'yishni unutmanglar bo'lar. Bola hozir mana shu tog'ga va nihoyat keldim. Kelmasam ham kelardim, baribir o'ynaydigan kelmasam ham baribir kelardim bo'lar. Bitta oltin olmaga yetadi-ku bu. Oltin. Mana nihoyat keldim shu yerga. Toshlar ham tugadi bo'lar. Tosh ham tugadi. Endi nima qilamiz? Sherdan tosh olib ketamiz. 10 ta like va keyingi qism sizlardan podдержка kutaman. O'zbeklar hammadan zo'r podдержка qiladi deb eshitganman bo'lar. Podдержка kutaman va podдержка qilasizlar deb o'ylayman. Bola. Ovozim qanday bo'ladi? Chiqardi. 200 ta bo'lishimiz uchun obuna, like'lar ters etib bosib tashlanglar bola. 200 ta bo'lamiz va horror modda o'ynaymiz. Menimcha bir stak yetib qoladi deb o'ylayman. Mana bola bir stak yetadi. Endi biz uyga qarab suramiz bu yerdan. Uyga borib shunday kala tashlab bersam ekan. Mendan qaytishni o'rnayman. Ular o'g'limni kala tashlayman hozir. Bola shundan o'ynayotganda kommentarlarim bor.
Ne qilasizlar-da, uyga qaytish uchun. Ne qilasizlar? Uy bo'lsa ne qilib uyda paydo bo'lib qolaverasizlar bular. Nima bor ekan sandig'ida? Balayim yo'q ekan-ku, lekin mayli. Sal picha endi bo'ldi. Yuk, o'tni. Yuklardan. Timir. Qalay berdim. Bola yoqqan bo'lsa like obuna bizdan content. Tez orada temirli kiyimlarga ham o'tib olamiz. Hozir inventarimizda kerak narsalar qolib ketibdi bo'ldi. Endi bo'ldi mol ko'paytirishga o'tamiz. Ko'pchilik bu Minecraftda topolmaydi bu. Tiken Minecraft bo'ldi. Tiken. Vahshiy tiken Minecraft bo'ldi. Aytishimdan oldin menga mana shu videoga 10 ta like qilib beringlar va men sizlarga bu nastroykasigacha qilib beraman. Yo'q, qilishni o'rgataman. Xuddi menikidek bo'ladi, lekin qo'li ko'rinmay qolyapti menga. Ya, qildirsam. Hozir qo'li ko'rinmay qolgan o'zinglar sezsalaring kerak. Keras firma tegiyor. Kolla endi pechga kerak. Pechkamiz ham bor. Empaling 5 yaxshi. Ne? Küçük yürüyeni boşalttan tırıltıraman. Ya bu da küçük ölüp kaldı. Virüs siklet ölüp koydu. Dedim ne ki kana lo cina boşver. Kozminde olmuyor o şan için nasıl? Bu olep ben biliyorum. O'zlari shunday chiqib turadi, bo'ldi. Men hech qanaqa buni kreativ ishlatib ham bo'lmaydi bu yerda. Shishada qisib o'tir. Sizlar. Bo'ldi. Xayrlash vaqtimiz ham kelib qopti. Hammaga xayr bo'ldi. Keyingi qismda albatta full temir bo'lamiz. Bugungi video men to'g'risi oyim kiymay oldim. Hammaga xayr. Paddashga kutaman.